Privetik hammaga. Rasman uy bekasi maqomidan sizlarga alangali salom. Nech kundan beri meni tozalatib hayqirayotgan vannani bugun tozaladim va nihoyat baraka topdi bordi o'ziyam. Changlar ham shuncha yil yashashdi-yu, bitta o'ziga kvartira sotib ola qolishmadi. Men ularni haydayman, ular osmondan uchib tushib kelishadi. Balki changlar meni judayam yaxshi ko'rishar, shuning uchun ham har safar yaxshilab borsam ham qaytib kelaverishar. Uy tozalash shunday sehrki, uni hech kim ko'rmaydi, lekin hamma yo'yilganini payqaydi. Tozalash jarayonida odam detektivga ham aylanadi. Hamma yo'qolgan narsalar birin-ketin topiladi. Uy tozalash atigi 10 daqiqagina vaqtimni oladi. Ha, bizga agar favqulodda mehmon kelayotgan bo'lsa. Uzoqdan qanaqadir baqiriq ovoz kelayotdi. Bukurlarim movoz ekan, meni yoyitib baqirayotgan ekan. Bir sakrab ikkinchi uyga ham chiqib oldik va u yoqda ham o'z maqomimizga sodiq bo'lgan holatda ishlarimizni davom ettirdik. Stollarga buyruq berib bir chekkaga o'tlaring deb boshladim va birin-ketin etlarni ham tozalab ketdim. Ha, bu o'sha yana meni sevuvchi changlar. Mandan u yoqda ham bu yoqda ham hech ham voz kechishmaydi, har doim orqamdan yurishadi. Yana bir hayqirayotgan ovozda yarim soatda tinchitdim. Qalay zormi? O'sha gap. Tekin-ku yurishdan voz keting.